Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali muxlislari. Biz sizlarga shu tomni lomboz qilish xizmati haqida ma'lumot bermoqchi bo'lib, lomboz qilingan joyi yetib keldik. Hamda usta akalarimiz bilan maslahatlashib bitta video qilib beramiz. Xo'p, mana shunday bu sahnamizni ko'rsatasiz, qilingan ishlarimizni. Shu ishlarimizni sifatli qilib Xudo xohlasa Andijon bo'ylab qilish berar ekan. Buni 1 kvadrat metri 40 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Hozirgi kunda loy bosishda 1 kvadrat metri 40 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Bu degani 1 metriga 1 metr joyimiz 40 ming so'm usta haqqi. Somonimiz bo'ladi, turpog'imiz bo'ladi, karobka shu narsalarga 5 ming so'm ketar ekan. O'xshi sizga 45 ming so'm, 50 ming so'mga aylanar ekan. Mana shunday lomboz qilish xizmati. Bu joyimiz bu tomonimiz mana 16 metrga 13 metr bo'lib, hammasi bo'lib 208 kvadrat metr chiqqan. 208 kvadrat, boringki 200 kvadrat metr loy ishi bo'lib o'tgan. Bu joyimiz hozirgi kuzgi kunida bo'lganligi uchun somonimiz O'zbekistonning mahsulotlari unumdorligi uchun somonimizdan chiqqan bug'doylarimiz mana shunday bo'lib, chiroyli qilib, hatto tomdan ham hosil olsa bo'ladigan darajada bo'lib ketgan ekan. Endi biz sizlarga qilingan ishimizni, tom loy yollanishi, yollamashligini, sifatini ko'rsatib bermoqchi bo'lib, bir qator sekin aylanib chiqamiz. Tomimiz holatini sizlarga ko'rsatib beramiz. Qilishlar mumkin. Uyda egasi ham tomni juda chiroyli holatda yopdi. Ondan bo'y yetmaydigan darajada keyinchalik mansab singari biron nima qilib foydalansa ham bo'ladigan darajada sifatli ish bo'lgan ekan. Xudo xohlasa mana bossa yollamaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Endi mana bunaqa yollalar tabiiy holatda buni iloji yo'q. U yollaydi, buni Xudo xohlasa ziyoni ham yo'q. Xo'p, ustalarimiz telefon raqamini shu joyda yozib qoldiramiz. Bemalol telefonlashib, bog'lanib, xizmat bo'lsa bitishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, bitta dona mehnatimiz uchun like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat katta.